Dolqun muallim, nimishqa muvaffaqiyat qozonman degan odam cho'qim unumsiz ijtimoiy aloqadan yiroq turish kerak. Hamda odamninki o'xshamagan yosh qatlamida bu ijtimoiy aloqaga odam muhtoj bo'ladi. Yosh vaqtlarda bir qism odamlar bor, shu ma'naviy dunyosi namrat bo'lsa, o'zi yolg'iz uyda o'tasi zerikidi, hatto qo'rqadigan odamlar bor. Bular bir top odamning ichida so'rilida, varang-churungda to'sa, xush bo'ladi, tasalli topadi. Endi muvaffaqiyat qozonamiz deydigan odam yoki ma'lum bir yuqori pallaga chiqqan odam mana shunday unumsiz ijtimoiy aloqadan yiroq turadi. Bara-bara berib yoshning cho'ngishi bilan, o'zining ishining cho'ngishi bilan, natija qozonish bilan undaq hojat yo'q so'rinlardan o'zini tortadigan bo'ldi. Bu amaliyotda axloq masalasi emas, bu iqtidor masalasi. Mushu odam bag'an siri boshqalardan umid kutmaydigan bo'lyotdi degan gap. Bu yerda yolg'iz yashashning o'zi u bir iqtidor, u bir salohiyat. Nurg'un odamning shunday yolg'iz yashay olishiga salohiyati yoki iqtidori yetmaydi. Chunki o'ylab boqaylik. Biz yosh vaqtlarimizda so'rinlarda o'ltiramiz, bir odamlar bilan aloqa qilamiz. Endi so'rinlarga kirsak, bizmi ayni vaqtida bo'lib boqqan odamning ojiz vaqti bo'ladi. Hojatmand vaqti bo'ladi. Hojatmand vaqtida qanday bo'ldi desa, odamning psixikasi ojiz bo'lgandan keyin bir yerlarda bir mo'yim odamlar bilan uchrashsak, puldor odamlar bilan uchrashsak, huquqdor odamlar bilan uchrashsak, shuningdan menga bir keyin foyda kelib qolarmiki, bir ishimni olg'a besishiga yordam bo'lib qolarmiki deb ko'ngilning bir yerida o'sha yerda boshqalardan umid kutamiz. Bu ijtimoiy aloqadagi nihoyat mohiyatli bir masala. Hammamizningki ojiz vaqtlarida shunday bosqichlari bo'lib boqqan. Yosh vaqtlarida. Endi odam pishib yetilgan siri shuni his qilib yetadi ekanki, o'zimizning kasbi bilan, o'zimizning amgigi bilan, texnikasi bilan bag'an siri o'zimizning turmushini qamdigandan keyin ma'lum bir qatlamga yetgan vaqtida biz boshqalardan umid kutmaydigan bo'lamiz. Siz qachon boshqalardan umid kutmaydigan vaqtdan boshlab ondan unumsiz aloqani tashlay olasiz. Bo'lmasa bu davomliq bir so'rinlarga borgingiz keladi. So'rinlarga borsangiz bir odamlar bilan tanishgingiz keladi, telefonni undidarini elib olgingiz keladi. Buning tegi nima degan chaqda ma'naviy namratlik ham ojizlik, iqtidorning tuvanligidan bo'ladi. Xo'sh, unda qolganda yana bir qatlamdagi gap. Nima uchun muvaffaqiyat qozongan odamlar bag'an siri yolg'iz yashaydi? Hatto yolg'iz qoladi. Eng shu qudu deydigan gap bor. Qahramon tanho bo'ladi. Nima uchun deganda, bir odamning tafakkuri yuqori o'rlagan siri mutlaq ko'p qism odamlardan ayrilib ustiga qarab manishga boshlaydi. Chunki jamiyatda tirishmaydigan odamlar yoki odatdagi odamlar ko'p sonliqni egallaydi. Haqiqiy muvaffaqiyat qozongan kuchli odamlar, olg'a ilgirlaydigan odamlar hamon oz sonliq bo'ladi. Demak, siz qanchalik ilg'or bo'lgan siri siz ko'p qism odamlardan ayrilib chiqsiz. Ularga o'xshamaydigan bo'lib qolsiz. Tabiiy holda u odamlar bilan sizning gapingiz bir yerdan chiqmaydigan bo'ladi. Sizning chastotingiz o'xshamaydigan bo'lib qoladi. Bu vaqtda siz tabiiy holda bu odamlar bilan paranglashsangiz, siz rahatlanmaysiz. Ichingiz pushidi. U odamlar his qilmaydi, ammo siz his qila olasiz. Odam yuqoriga o'rilgan siri nurg'un odamlar bilan paranglashanmas bo'lib qoladi. Bundaq vaqtda hamda muvaffaqiyat qozongan siri yuqoriga chiqadi. Shuning bilan boshqalar ba'zi xato tushunishlar bo'ldi. Palani po'chib ketdi, bizni yaratmas bo'lib qoldi deydi. Amaliyotda po'chib ketgani emas, sizning tafakkuringiz odamga yetmay qoldi degan gap. Buni siz his qilmadingiz, odam his qiladi. Shunga muvaffaqiyat qozongan odamlar yoki ma'naviyati kuchli odamlar bag'an siri unumsiz aloqadan yiroq turadi.